Assalamu alaykum azizlar, Mala'nın uşaqlarına xeyirlik bolsun. Bugün biz dünyadaki məşhur cəmiyyətlərin farzand tərbiyəsi namlıq kitabның ikinci bab, yani Şvetsiyadakı Zərdar cəmiyyət Valenburg cəmiyyətinin davamını oxuşuna başlayımız. İkinci, məşhur cəmiyyətlərdən öyrəniş. Əgər farzandınızı hörmətə sazavər, bay qılıb tərbiyələb çıxışını oylasınız, aldı bilan onunda vətənpərvərlik qəlbini yetildirin. İncildə mundaq bir hikmətlik söz var. Baylarning hurmatga erishishi tugining yengni to'shkidan o'tmagidanmi tas. Ma'u kitobni koreyalik birisi yozgan, tarjima qilingan kitobchimi? Eskartirdi. Ba'zi davlatlarda ko'plagan baylar jamiyatga javob qaytarish emas, balki o'z davlatining yuqori bejidan qaytish uchun korxonalarni boshqa davlatlarga yo'tkab ketishidi. Dunyodagi eng chong oila jabduqlari shirkati IKEA dal ashundaq shirkatlarning jumlasidandir. Valenburgga o'xshash Shvetsiyada oila jabduqlari shirkatini qurgan Yegva Kemprat bosh direktor 30 yil burunla shirkatini Shvetsariyaga yo'tkab ketgan. 2 milliard 800 million Amerika dollari mulki bor. Bu shirkatning dunyodagi baylar tizimligida 4-o'rinda turgan bosh direktori yuqori bajdan qochib shunday qilgan. Bu xil ahvol korxona sohasi bilan cheklanib qolgan. 20 asrning 80-yillardagi tuzsiziq fan texnika guruhi ABBA o'xshashla yuqori bajdan o'zini qochirish uchun vatani Shvetsiyadan chiqib ketgan. Uningdan boshqa pulga bo'lgan ziyoda ochko'zlikni axborot vositalari uzildirmay oshkorlab turgan. Mushularning ichida vakillik xarakteriga ega vaqa amerikalik milliarder Jon Dunafin bilan farzandlari o'rtasida mulk talashish sababidan kelib chiqqan qurolliq etish vaqasidir. Jon bo'lsa MITning professori edi. Ya'ni MIT degan Massachusetts'niki shu yerdagi bir universitetning ismi qisqartirilmasichimi? Professor edi. O'g'limi Harvard universitetini bitkizgan. U jamiyatining Kennedy jamiyatiga o'xshash mashhur jamiyat bo'lishini orzu qiladi. Lekin farzandlari dadasining niyatini tushunmagan. Prezident Kennedyga cho'qinadigan dadasi barliq mol-mulkini Harvard universitetiga iyon qilib etmoqchi bo'lganda, farzandlari tushma-tushdan qarshi chiqqan. Shu sababli dada bilan farzandlar o'rtasida mulk ko'rishi portlagan. Bu tragediyaning yuz berishiga asosli sabab bo'lsa, ota-ona bilan farzandlar o'rtasida o'rtaq turmush mezoni bo'lmagan. Shunlashqa dada bola ikkilisila Harvard universitetini bitkizgan bo'lsa-mu, lekin bu ikkilar o'rtasida o'zaro hurmat va ishonch bo'lmag'achqa mushunda hodis kelib chiqqan. Bir jamiyatda navoda o'rtaq jahondarchilik mezoni va ko'rash nishoni bo'lmasa, bir taxsidagi qumga o'xshash uyushish bo'lmaydi. Mashhur jamiyatga aylanishdan so'z ochqili texim bo'lmaydi. Gerçi Yahudilar pulga bek amroq bo'lsa-mu, biroq ular har jumadagi sabbat kuniga qattiq hurmat qiladi. Dada va farzandlari Talmud nomini birlikda o'qishda ching turib, mustahkam ota-bola munosabatini o'rnatish uchun kirishadi. Bu xil an'ananing ta'sirida hozirgi zamon yahudilari farzand tarbiyalashda ilham dada tarbiyasini asos qiladi. Suyimli azizlar, bizda farzand tarbiyasi nihoyatda shu yuqori to'lqinga ko'tarilgan vaqtlar 2000-yillardan keyingi nashr qilinayotgan kitoblar bo'lsin, so'zlanayotgan leksiyalar bo'lsin, farzand tarbiyasi haqida alohida ta'kidlash bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda shu ayollarning o'qigandan keyin oilada o'tirib farzand tarbiyalashi, onalarning farzand tarbiyasidagi roli degandek bu nuqtalar nihoyatda ko'p ta'kidlandi. Bu barbara qanday bir ahvolni keltirib chiqardi ekan degan vaqtida erlarning nazarida bola beqish va tarbiyalash ayollarning ishi, biz pul tepib akirib bersak bo'ldi deb qaraydigan va farzand tarbiyasiga erlarning bevosita yoki vositalik shaklda qatnashishi oz bo'lgan mushta avval shakllandichu. Endi bu yolg'iz Uyg'urlarla emas. Amaliyotda shu butun dunyoda bo'libmi shu Osiyo, Sharq Osiyo tarafda ig'ir bir ahvol. Ya'ni dadalarninki farzand tarbiyasiga qatnashmaslik. Shu yangi avlod yoshlardagi xinimaklashish, ya'ni yanaqadek xinimlashib ketishning erlardagi yoki o'g'illarimizdagi erlik xarakterining ojizlashib ketishini amaliyotda dadalarning farzand tarbiyasiga qatnashishining yetarsiz bo'lishi bir sabab deb qaraydi-chu. Endi bu dadalarning tarbiyalagan bolalari bilan onalarning tarbiyalagan bolalari o'rtasida
Haqiqatan cho'ng farq bor. Bularning mayli shu aqliy ko'rsatkichi, yangilik yaratish iqtidori, har xil o'ngsizlik, taqobil turishlar nurg'un narsa bakchiq farq qilgan. Bu dada bilan onaning farzand tarbiyasiga qatnashish shakli va farzandlarning qalbidagi obrazi bilan bevosita munosabatli bo'lgan. Bir maqolada o'qigan vaqtimda erlar bolalarga bakrak bexatarlik tuyg'usi beradi ekan va odatda biz ayollar ko'proq voy bolam kimingni mehnat qilyapma, qo'sqing ochdimi, bijiring og'rib ketmasin, ani issan so'g'aq keladi, mamanda bo'ladi, yil anda bo'ldi, bunda bo'ldi deb bolalarni bakrak qo'g'dash tipida bo'lib qolganmizda. Lekin erlar ha jumlangsang jumlanglar, o'ynasang o'yna, voy sakrab bijirib ishqanda bo'lmaydi, bizim sakrab o'ynagan degandek bolalarni texnik bakrak erkak qo'yib ularningki sinab beqish iqtidoriga sharoit hozirlab bergan shaklda bo'ldi ekan. Әмді біздіңки ұйғыр дадаларымыз мұшы әқті чоңқыр ойыныш керек. Балаларын яқшы тәрбиелеш вәтән қоршының жүмлісідіндір. Чүнки біз маны байы найты рошен алда ішкі жәмәтінің селіштірімісіні қыппәдия Валенбург жәмәті білән Америкалық миллиардер Джон Донафнның bu ikisini найты рошен селіштірім қыппәді. Балалар tərbiyəsiga dadalarınınki ciddi qatnışı. Yani ciddi degenim meyada Türkçe ciddi emas. Tizdin bunun qatnışı və balalar tərbiyəsində özününki rolunu cari qıldışı intayın mühim. Farzand tərbiyəsini pul arqılı qalqı qılıb olmaydı. Pul bəzi çağlarda farzandlarni hamma yovuzluqlarning uvusiga boshlab berishi mumkin. Hozirgi jamiyatda qisman boy oilaning farzandlari ota-onasining boyligini tog' sanab, olg'a intilishni xohlamay, o'zlarining istiqbolini nobud qilgan misollar nihoyat ko'p. Rim imperiyasining porloq saltanatining oson qo'lga kelmaganiga o'xshashla, ko'pchilikning hurmatiga erishishni o'ylaydigan boylarmi cho'qim vaqtning siniqiga bardoshlik berishi va tajriba to'plash kerak. Albatta, buning boshlanish nuqtasi yanada farzand tarbiyasidir. Valenburg jamiyatining xalqning hurmati va yaxshi ko'rishiga erishishida asosliqi 5 avlod kishilarning 150 yildan ko'proq tirish jarayonida jamiyatga javob qaytarishni azaldan unutib qolmaganligidan bo'lgan. Buningdan shuni ko'rilishga bo'ladiki, Shvetsiyada mayli qanchalik cho'ng o'zgarish yoki kirsiz bo'lsa-mu, Valenburg guruhi o'zining jon tomirini saqlab qola olgan. Shvetsiya hukumatiga nisbatan aytganda, Valenburg guruhi jamiyatga foydalib kelgan korxona. Shuning uchun Shvetsiya hukumati hatto qonun o'zgartirish orqali uni texim ko'p qo'llagan hamda Valenburg guruhining iqtidorli huquqini boshqa korxonalarga tartqizib qo'yishdan saqlangan. Valenburg guruhi hisobsiz mulki orqali jamiyatga javob qaytarib, Shvetsiyaning fan-texnik taraqqiyotiga sijil yordam bergan. Umuman, Valenburg jamiyatining ijtimoiy ishlar uchun qurgan moliya guruhlari 20 dan ko'proqqa yetgan. Moliya guruhlari iyona qilgan pullar asos fan tadqiqot va texnik taraqqiyoti va ma'rif mukofot fondi qatorliqlarga ishlatilib, Shvetsiyaning taraqqiyoti uchun g'oyat zo'r tuhfa qo'shgan. Aşu xil ilgirlashni o'ylamaydigan non-qipa odamlarni kishilar mundaq sifatlaydi. Garchi ular hayot bo'lgani bilan o'likdan hech qanday farqi yo'q. Aksicha, ba'zi kishilar bo'lmagani bilan kishilar uni har vaqt o'zi bilan billadek his qilishadi. Valenburg Nobeldek ulug' kishilarga o'xshash. Garchi ular bizdan ayrilg'ili uzun bo'lgan bo'lsa-mu, biroq ularning ro'yi qalbimizda mangu yashamoqda. Ularning aşu xil ulug' ro'yi keyingi avlodlarga sijil davomlashib, 2 va 3 Valenburg Nobellar chiqqisi. Valenburg jamiyatining farzand tarbiyasi mushu yerda tugaydi. Mashhur jamiyatlarning farzand tarbiyasi biz 2 bo'limni o'qib tugatdik. Bu jarayonda mencha bunda bir o'rtaq nuqtani amaliyot his qilgan bo'lishi mumkin. Albatta, bu yerda biz mashhur jamiyatlarning farzand tarbiyasi degan kitobni o'qiyotgan bo'lg'achqa ko'proq nuqta farzand tarbiyasi haqida bo'ladi. Lekin shu farzandlarni tarbiyalash degan gap ularga darsni yaxshi o'rgatish, o'tirish qo'pashni o'rgatish degandek bunda oddiy bir doirada cheklanib qolgan emas. Bu yerda oldingi avlod bilan keyingi avlodningki bir-biri bilan bo'lgan bog'ni chingitish intayin muhim asos nuqtaga aylangan. Bu bog' qanday chingiydi desanglar, bir narsaga bo'lgan o'xshash ko'z qarash, madaniyatga bo'lgan o'xshash ko'z qarash, nurg'un narsalar shakllandi. Miyada momus o'tirib, bir ulgir ishsam toza suyuq salang desa, navris ayonda voyjon deb, alaqay men tas chovniyanga yegim batdi deb, masalan, mana bo'lsa.
Momamning mani yegisi bor ekan, bo'pti mani yey. Men yana boshqa chaqda chiqib yeb olsam bo'ladi deydigan tuyg'uda bo'lolmasa. Mana biz avlod bilan, oldingi avlod bilan keyingi avlod o'rtasidagi bo'shliq deymiz mani. Bu oddiysi bizning yemak-ichmak tutgan posiyarimiz, kiyim-kechak tutgan posiyarimiz, ishlarga tutgan nurg'un narsalar ifodalanadi. Masalan, o'rindiqqa, o'rindiq deyman, avtobuslarga yoki metrolarga chiqqan vaqtimizda cho'nglarga o'rin beramiz. Shunami? Ammo yoshlar ba'zida qisqilish, u bu yo'l uzun, u bu degandek bahonalar bilan odatda cho'nglarga o'rin berib ketmaydi. Yoki telefondan beshini ko'tarmay o'tirib oldi, yoki nima qilib oldi. Bu masalalar hammadan qilayotgandiki yolg'iz menla mandaq nima qilaman. Masalan, mushunday masalalardami faqat qo'pab cho'nglarga o'rin berishning o'zi bizning nihoyat safoliq ekanligimizni ifodalab beralaydi. Onundan boshqa yana bir narsa, bular bir ish qilgan vaqtida qilgan ishini buningga berilgan haqning masalan birisi 50 lira berdi, buningga ozroq bir ish qilib berdi dedi. Bu kishi 50 liraga loyiq emas, balki o'ziga loyiq ish qilish kerak deganni tushundirdi. Misol, ba'zi deymiz bir ishni birisiga dedik, "Mani qilib bersangiz" deb ma'qul dedi, lekin puli normal bozor bahosidan ozroq bo'lishi mumkin. Shuning bilan bu yoq mundaq qo'lning uchidan eplab-seplab qo'ydi, "Men manda olib qopti" desa, qo'pab manch pullarga nima ish qilib bersak bo'ltamda debchu. Ya'ni bu yerdagi masala hargizmi bizning sapoyimiz ifodalanishi kerakki, pul bilan ifodalanadigan ma'qul qimmatga yetib qolmaslik kerak. Cho'ng jamiyatlarning tarbiyasida bu bor. Axloq fazilat nihoyat muhim. Ondan hammasi boy. Pul bo'lmay turib, boyliq bo'lmay turib, yo'g'on jamiyat bo'lolmaydi. Nopos chiqoslam jamiyat bo'lg'ash bo'lsa, bir nadu Nepalmidi, Hindistonmidi, ya nadu bir 100 necha bolasi bor, nevarasi bilan u bo'g'lab 300 nechadan bir joyda yashaydigan bir adamning rasmini bir chaqalda bir xabarda ko'rgandim men. Oshlar jamiyat bo'lib ketsa bo'ldi. Bu yerda cho'qim iqtisodiy jihatdan nihoyat kuchlik, bilimda nihoyat kuchlik. Ondan yana bir muhim nuqtasi e'tiqod tarbiyasi. Mayli Yahudiylar olsun yoki o'zining katolik dini, u bu deydigan o'zining e'tiqod qiladigan dinda bo'lsin, cho'ng jamiyatlar dindor keldi. Diniy tarbiyaga alohida ahamiyat berdi bolalarning. Bu dal bizningki boyi deb kelayotgan oldingi avlod bilan keyingi avlod o'rtasidagi qimmat qarashlarimizni, qadriyat tuyg'ularimizni bog'laydigan narsa mushu narsalar ichidagi eng muhim nuqtadan birisi umurtqa turiki din. Diniy ko'z qarashlarimizdan o'xshash bo'lishi va bu xil tarbiyaning qabul qilinishi insonni mayli qancha yil bo'lsin. Masalan, biz payg'ambar Efendimiz sallallohu alayhi vasallam 600-yillar, 1400 yil o'tib ketdi, shunami? Biz yana shu o'xshash shu qimmat tuyg'ularimiz bilan yashayotganmiz, shunami emasmi? Demakchi o'g'limda o'zgarmaydigan mangulik haqiqatlar va mangulik qimmat narsalarimiz shu. Shu narsalarni bolalarga yetkazish kerak. Onundan boshqa yana bir muhim nuqta bor. Bolalarning hammasi dangliq universitetlarda o'qiydi va nihoyatda kitob o'qish odatini yetildirgan. Biz bolalarimizga kitob o'qib berishimiz kerak deymiz. Burungi vaqtlarimizda masalan, men 2005-yilgacha bo'lgan oraliqda chiqqan barliq romanlarning hammasini asosan shu Uyg'ur adabiyotidagi romanlarning hammasini o'qib o'tgan. Albatta, dunyo adabiyotida bakchiq klassik asarlar bor. Bularni o'qiganda, lekin hammasini tarab degidek o'qib o'tgan emas, lekin Uyg'urcha kitoblarning hammasini o'qib tugatib o'tgan. O chog'larda kitob uncha jiq emas haqiqatan. Bugungi kunda bo'lib chetda kitob degan bakchiq. Masalan, bir bolamiz, masalan, bolam 3 yoshga kirdi, ikkinchi bolam tug'ilgan bo'lsa, masalan, Alining uksi kelyotidi, Ali ufq saqlatidi degandek yuzlarcha rasmli kitob topa olamiz. Eng oddiy bir misol. Endi mushundaq kitoblar bolalarimizga ilayotgan o'yinchoq hamma narsani qattiq süzgichlardan süzib o'tkazishimiz kerak. Bugun balam o'yinchiq alg'il bardiq to'yiz shubtamda bir boshdan qarayaptiman. Elsa u bu o'yinchiqlar bor hamda qizlar yaxshi ko'radi. Men undan narsalarni bolalarimga olib bermayman. Biz olib bergan atlas malika bor. Atlas kiyim kiygan. Faqat ashulam bor. Elisaning yoki Barbie malika u narsalarni olmaymiz.
Öyle ondan nərsələrini qılmaymiz. Әмді şunun arasında oyunçuqlarga diqqat qılsam, eliqi bala baqadigan oyunçuqlar, ondan keyin mau hozir ham deyliqi it mushuk baqadigan oyunçuqlar, ondan keyin eliqi balani operatsiya qilib tug'dirib oladigan oyunçuqlar, mushu narsalar bor ekan. Endi bu deyliqidek choch tarab, kiyim dazmol silib u o'ynaydigan qizlarning eliqi masalan bir jinsiyat tarbiyasi qizlarning xosligini yetildirishlik oyunçuqlar ha bo'libdi desak, endi kichik bir bolalar uchun bu xil tipdagi yana ba'zi o'yinchoqlar bor. Masalan, ikki qiz bolaning bir bolasi bor, ikki o'g'il bolaning bir bolasi bor bo'ladigan o'yinchoqlar bor. Bu intayin xatarlik narsalar. Qarab bolalarning degan bilan bolalarga mushu dunyoning noyatlik mehnat ba'zi ideyalarni bolalarning yo'shirin engga singdirib o'tadigan narsalar bor. Bu biz ota-onalardan nima talab qildi degan intayin hushyor bo'lishimizni talab qildi. Mayli rasmli kitob tanlash olsun, o'yinchoq tanlash olsun, karton film tanlash olsun, o'ynaydigan o'yinlar va telefonga tushiradigan. Mushular olsun, hammasida bizning suzgichimiz bo'lish kerak. Bizning milliy va diniy suzgichlarimiz bo'lish kerak. Bu narsalardachu. Oshini tasqab, iliqidek dashqilni bir yanga ayirib etib, bizga lozimli qismini olib qolish to'g'ri keldi. Bu onalardan naiti to'xtamay o'rganishni talab qildi. To'xtamay o'rganishni talab qildi. O'zimizning suzgichi bo'lish uchun bu yerda qanday bo'lish kerak? O'qib beqishimiz kerak. Ha, balam manda nasib bersam bo'lgan, manda nasib bo'lmaydi ekan debchu. Yig'ib aytgan vaqtimizda kitobimizning davomini endi davomli o'qiymiz. 3-bobda biz Gaytis jamiyati bilan, mashhur bankir Gaytis jamiyati bilan tanishib chiqamiz. Shinaylikki Mushu Kennedy jamiyatidagi Irlandiyadan ko'chman bo'lib borgan, eliqi ochliqda qo'sqinim baqanmagan namratlarning 100 yildan keyin eng yosh Zongton Kennedyni barliq keltirguchi bo'lgan orliqdagi 100 yillik shu qadimiy tunji qadamdan boshlangan. Bu tunji qadam etilish kerak. Undan keyin oxirida shu meningki o'qigan kitobni va kitobga birlashtirib o'zimning ko'z qarashlari va ba'zi fikrlarimni qo'shib o'qigan mushu mazmunlarni astoydil anglagan va manbagan ba'zi topshiriqlarni ayrimxonam yo'llagan barliq sevimli onalardan, azizlardan Alloh rozi bo'lsin. Bizningki